Qadrli tinglovchilar, assalomu alaykum. Sog'-omonmisiz? Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib, ibratli rivoyatlardan bahramand qilmoqchimiz. Bugun bir qiziq bir rivoyat aytmoqchiman. Bu rivoyat ham emas, bu drabil bo'lib matbuotda chiqqan, keyinchalik kitob ham bo'lib chiqqan. Muallifini eslolmayapman, lekin har tugul bu juda mashhur drabil bo'lib, uni hozir sizlarga aytib berishni lozim topdim. Bir yigitning ikkita farzandi bor ekan. Xotini uchinchisiga homilador bo'libdi. Qarangki, buni eshitgan ota sevinmabdi. Balki xotin ikki farzandimizni oq yuvib oqtarab, shuni katta qilsak ham yetadi. Uchinchisini biz katta qila olmaymiz. Shuning uchun uni oldirib tashlaysan. Shu ikkitasi yetarli bizga, debdi. Ayolning esa jahli chiqdi. Dadasi, nima deyapsiz? Axir bu bizning zurriyatimiz-ku. Uni olib tashlash qotillik-ku. Men yuragim ostida rivojlanayotgan ana shu jonajon zurriyatimni olib tashlashga rozi emasman, debdi. Er esa, sen meni gapimni ikki qilyapsanmi? Nima deganing bu? Axir ikkalamiz hamkorlikda, birgalikda yashayapmizmi? Demak, so'zimiz bir-biridan bir joydan chiqish kerak. Kel shu uchinchisini olib tashlaylik, desa, ayolning ko'zidan shosh qator yosh oqibdi. Men bu ishni qila olmayman. Ne umidlar bilan dunyoga kelayotgan farzandni qanday qilib olib tashlab unga qotillik qilamiz? Alloh berdi bizga. Buni Alloh berdi. Uni qanday qilib biz Allohga shak keltirib olib tashlaymiz? Gap, so'z yo'q. Olib tashlaymiz dedimmi, olib tashlaymiz, debdi. Ayol rosa yig'labdi. Shunda bu gaplarni, bu suhbatni eshitib turgan yigitning onasi asta kelib, bolalarim, men hamma gaplaringni eshitdim. Aybga buyurmaysizlar. Eshitdim, debdi. Shunda o'g'il, oyijon, meni so'zim qat'iy, fikrimdan qaytmayman. Olib tashlaymiz dedimmi, olib tashlaymiz. Siz o'rtaga tushmang, debdi. Yo'q, men o'rtaga tushmoqchi emasman. Faqat bittagina voqeani aytib beraman xolos, debdi. Men 5-farzandga homilador bo'lganimda turmush o'rtog'im uni tug'ilishiga qat'iy e'tiroz bildirdi. Yo'q, kerak emas. 4ta farzand yetarli bizga. Shu 4tasini boqib katta qilsak ham katta gap, debdi. Shunda men, xo'jayin, axir bu zurriyatimiz-ku, buni dunyoga keltiraylik. Uni ham har bir farzandni Alloh o'z rizqi bilan dunyoga keltiradi. Nahotki boqolmasak, o'zim ishlab, o'zim mehnat qilib, har qanday sharoitda boqaman, dunyoga keltiraylik, deydi. Shunda turmush o'rtog'im rozi bo'lmadi, deydi. U ayol, men, deydi, u turmush o'rtog'imni oyoqlarini quchoqlab, shunday yig'ladim. Hech qo'yib yubormadim, deydi. Erimning ko'ngli yumshadi va mayli, dunyoga kelsin, mayli, roziman. Shunchalik darajada farzandga mehr qo'ygan ekansan, mayli, dunyoga kelsin, roziman, dedi. Shunday quvonib ketdim va o'sha farzand dunyoga keldi. O'sha farzand sen eding, deydi o'g'liga. O'g'li shunday holatga tushib qoladiki, borib onasini quchoqlab, onajon, siz meni dunyoga kelishim uchun shunchalik darajada jon kuydirdingizmi? Agar otamni gapiga kirib meni oldirib tashlaganingizda men bu dunyoda yo'q bo'lar edim. Onajon, mehribonim, sizni shunday yaxshi ko'ramanki, deb bag'riga bosib, ko'zlariga yosh oladi va chekkada mulzam bo'lib turgan xotiniga qarab,
men roziman, bola dunyoga keladi deydi. Qarang, ana shunday turmush voqealari bo'lib turadi va albatta bu yerda onaning roli nihoyatda katta. Ona bu farzandiga eng yaqin maslahatchida. Keling azizlar, shu o'rinda bu hikoyamizni tugatar ekanmiz. Sizlarga sog'lik, omonlik tilaymiz. Sog' bo'ling.